odamlarni to'g'ri qabul qila olmasligiga qaysidir ma'noda xorij festivallaridagi o'sha ochiq kiyimlar ham sabab bo'ladi-da. Shunaqa. O'zini talablari bor xalqaro tanlovlarni o'zbek modeli yoki Markaziy Osiyodan ishtirok etayotgan har bir model u tanlovlarga bo'ysunishga majbur degandi. Bo'ysunishga majbur, lekin har birimiz o'z shartimizni qo'yish, nima deydi, haq-huquqiga egamiz. Har bir ishtirokchi o'z shartini qo'yish haq-huquqiga ega. Masalan, biz anketa to'ldiramiz, so'rab borishadi. Qanaqa ovqat yeysiz? Qanaqa ovqat yeya olmaysiz? Biz yozamiz. O'sha cho'chqa go'shtidan bo'lgan ovqatlarni yeya olmaymiz. Hindistonlik qiz yozganman, umuman go'sht yeya olmayman. Ular yeyisha olmaydi-ku. Kiyimlar borasida yelkam ochilmaslik kerak yokida shu chizzamdan pastda bo'lishi kerak. Mana shu narsalarni yozib o'tamiz va men ham kupalnikda chiqa olmayman deb yozib o'tganman. Ana shu sababdan men bemalol yopiq kupalniklarda ishtirok eta oldim va har bir davlat vakili haq-huquqiga ega. Masalan, Dubaydan kelgan qizimiz, Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan qizimiz ham yopiq kupalnikda chiqdi, Pokistonlik qizimiz ham yopiq kupalnikda chiqdi va bu shartlar o'sha koinot go'zalligida, dunyo go'zallik tanlovlarida ham mavjud. Bemalol hammamiz o'z talabimizni qo'ya olamiz. Va ular hech qanaqa bu narsadan отказ berishmaydi bu narsaga. Xalqaro go'zallik tanlovlarining sharti bor edi, farzand ko'rmagan bo'lishi kerak. Hozir u narsa yo'q. Yo'q-a? Lekin yer go'zalimizda yozilgan shu narsa. Bordik, ko'rdik, baribir ham ishtirok etganlar bor. Shuning uchun koinot go'zalda ham, dunyo go'zalda ham hech qanaqa standartlar qolmayapti hozir. Hech qanday. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Menimcha yaxshi, sababi hamma o'z orzusiga erishishga imkoniyat bo'ladi. Erkinlik bo'ladi, hamma maza qilib qatnashadi. Juda ham zo'r-ku bu narsa. Yuqorida aytib o'tdingiz, qaysidir ma'noda deyarli oliy ma'lumotli aktrisasiz hozirgi kunda.